Surikatlar. Surikatlar oilasida tartib, intizom va mas'uliyat hayratlanarli darajada kuchli. Ular orasida eng muhim vazifalardan biri bola boquvchisi yoki kuzatuvchisilikdir. Ular atrofni diqqat bilan kuzatib, oilasini xavfdan ogohlantirib turadi. Mana, uzoqdan oila dushmani, zaharli ilon ko'rindi. U surikatlar iniga yaqinlashmoqda. Kuzatuvchi surikat darhol o'ziga xos o'tkir tovush bilan bong uradi. Bu shunchaki baqiriq emas. Bu qutqaruv operatsiyasining boshlanishi. Surikatlarning kuchi bitta ilonga yengishga yetmasligi mumkin. Lekin ularning quroli birdamlikda. Kattalar birlashib ilonning e'tiborini o'ziga tortadi. Uning yo'lini to'sib, inidan uzoqlashtirishga harakat qiladi. Bu vaqtda esa boshqalari soniyalar ichida mitti bolakaylarni xavfsiz joyga inining boshqa chiqish yo'lidan olib chiqib ketishadi. Bu qanday mo'jiza? Qanday qilib bu mitti jonzotlar bir-biri bilan kelishgandek aniq reja asosida harakat qiladi? Bu Yaratganning ularga bergan ilhomi va fitratidagi mehr oqibatidir. Agar biz ham qiyin vaziyatlarda xuddi shu surikatlardek bir-birimizga yelka bersak, oilamiz va yaqinlarimiz uchun jon kuydirsak, har qanday zaharli muammolarni yengib o'tgan bo'lardik. Bu kichik jonzotlar bizga shuni eslatadiki, birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar. Har biringizni kasb-koringizga baraka bersin. Самое главное shu. Sog', salomat bo'linglar azizlar.